Latviyaga kelsam bo'ldi, chet elga chiqsam bo'ldi, Yevropaga borsam bo'ldi. U yog'ini shu hal ko'raman. Ingliz tilini shu yerda o'rganib olaman, speaking shu yerda ko'tarib olaman. O'sha yoqqa borsam ish topib olaman. Yoki o'sha yoqqa borsang ish topib olasan. U yoqqa borolganingda hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yoki borib olsang hamma orzularing ushalib ketadi, hammasi o'zgarib ketadi. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Choy kofelaringizni yoningizga oling, ichadigan narsalaringizni idishingiz yotgan bo'lsangiz, ovozini balandlashtiring. Idishda ovozdan eshitmay qolishi mumkin. Prisos qilayotgan bo'lsangiz, naushnigingizni yaxshilab joylab oling, chunki bugun hech kim hech qaysi konsalting etmaydigan real haqiqatlar haqida, Latviyani achchiq haqiqatlari haqida sizga aytib beraman. Realni bo'ladigan nimalarga tayyor bo'lishingiz kerak va hech qaysi konsaltinglar sizga bularni aytmaydi. Shu haqida gaplashamiz. May oyi, oydan orqasida, lekin hali ham sovuq. O'rtoqlar, boshida qilgan tanlovingiz sizni kelajakda qayerda bo'lishingizni belgilaydi. Bu haqiqatdan ham shunaqa. Boshida qilgan tanlovingiz. Shuning uchun ham o'rtoqlar, men 3,5 yildan beri shu yerdaman va 3,5 yildan beri O'zbekistondan kelgan talabalarga, 55 ta talabaga yordam beryapman. Universitet tanlash, yo'nalish tanlash, o'ziga kerakli mos universitet, mos yo'nalish, mos davlat. Uning maqsadlariga, rasxodlaridan kelib chiqib, mos joy, maqsadlarga qarab yo'naltirib ko'rsatib, yo'naltirishlar berib, kerakli maslahatlar va tavsiyalar berish. Latviyada o'zim qilgan xatolarni oldini olish uchun ularga bularni aytib, to'g'ri yo'l ko'rsatish va shu narsa bilan shug'ullanaman va hozirgacha 55 ta talaba olib keldim. Undan tashqari o'nlab boshqa konsaltingdan kelgan talabalarga qo'shimcha konsultatsiyalar beraman. Hamma narsa haqida, ham hostelga joylashtirish, ham Erasmus grant stipendiyalar haqida, ham ID kartani qanaqa qilib olish va shu narsa bilan 3 yildan beri shug'ullanib kelaman. Hech qaysi konsalting bermaydigan xizmatlarni barchasini mendan olsangiz bo'ladi. Latviya va Litvada o'qish bo'yicha. Boshidan oxirigacha, noldan to'gaygunizcha, moslashib ketgunizcha support. Hammasi bittagina paketim bo'yicha kirgan, hammasi bittagina. O'shanga o'rtoqlar, videoni bo'yatganimdagi choy kofelaringizni yoningizga qo'yib olasiz, ichimliklaringizni. Unda boshlaymiz. Ko'pchilik talabalar o'ylaydi, Latviyaga kelgandan keyin o'qish oson bo'ladi, darslarga bormasam ham bo'ladi, o'qituvchilar shunday baholarni qo'yib beradi yoki til bilmasdan ham bemalol ishga kirib olsa bo'ladi. Ofis ishlariga konsalting hamma narsani qilib beradi bizga, konsalting hamma narsani hal qilib beradi. Yo'inki o'tga bormasam bo'ldi, hammasi shu yerda hal bo'lib ketadi deyish eng katta xatolardan. Va bugun o'qish va ish haqidagi achchiq haqiqatlarni, to'g'ri gaplarni gaplashamiz. Bo'ladigan voqealarni. Birinchisi, hamma rejalaringizni o'zingiz tanlang va o'zingiz qiling. Demak, hamma rejalaringizni, hamma planlaringizni oldindan o'zingiz chizib chiqing. Konsaltingizga qaysi universitetni tiqishtirsa, voy yaxshi ekan deb nomiga uchib ketib qolmang. Nomi balandparvoz bo'lsa, konsalting hali u universitet haqida surishtirmasdan, bilmasdan turib, universitetni tanlamang. Universitet juda ham muhim. Qanaqa joyda kimlar bilan o'qishingiz, qanaqa diplom egasi bo'lishingiz kelajakda va u universitetning reytingi, u universitetga o'zi viza chiqish ehtimoli qanaqa. Chunki menga yiliga o'nlab talaba haqiqatdan ham yozadi, lekin men buni ommaga aytmayman. Chunki bu professional, ya'ni kasb tarafidan to'g'ri emas. O'sha universitetga topshirib, opa kontraktimni qaytara olmayapman. Viza отказ chiqdi, 2 marta viza отказ chiqqan. Shuning uchun universitetni to'g'ri tanlang. Endi qatdan biz bilamiz, research qiling, o'rganing va to'g'ri konsalting tanlang. To'g'ri konsalting, to'g'ri odam bilan ishlang. Bu juda muhim. Hattoki bitta ota menga yozib, farzandini o'qishga kiritgan, na viza chiqqan, na kontraktni qaytarib bergan. Ya'ni yomon so'zlar bilan o'sha konsalting haqida menga yozganlar-da, yomon so'zlar. Endi men yomonlamagan o'sha konsaltingga. Shuning uchun o'zingiz rejalaringizni, universitet tanlovini o'zingiz research qilib mustaqil shaklda qiling. Va buning uchun men minglab desam noto'g'ri bo'ladi. 10 tadan ko'p videolar qilganman universitetlar haqida obzorini. Juda ham ko'p talabalar videolarimni ko'rib, menga to'g'ridan-to'g'ri aytishadi, opa siz bilan ishlamoqchiman. Birgalikda ishlasak bo'ladimi? Hamma videolaringizni ko'rib, siz bilan ishlashni tanladim deb. Xo'p, demak shunaqa. Demak, o'z rejalaringizni o'zingiz tanlang. Qayoqqa, qanaqa joyga ketasiz? Hammaga ishonib ketavermang. Ikkinchisi, yo'nalishni to'g'ri tanlang. Nima o'rgatiladi, kim bo'lib chiqasiz? To'g'risi, yaqinda Instagramda video qildim va ko'plab prosmotrlarga ega bo'ldi, chunki bu haqiqat. Kelsam bo'ldi, menejment biznes o'qiyman deyshadi. Hozir men menejmentni o'qiyman, menejer bo'lib ishlab ketaman. Hozir men biznesni tugataman, 3 yildan keyin biznesmen bo'lib ketaman.
Ha, agar qanaqadir qo'shimcha ishlar qilsangiz, qo'shimcha sizni navikli skillslaringiz bo'lsa, bilimlaringiz bo'lsa, tajribangiz bo'lsa, balkim qanaqadir biznes ocharsiz. Lekin yo'nalishni to'g'ri tanlash kerak. Mana qarang, hozir menejmentni bitirib, menejmentda 3 ming oylik topishayotgan ekan. 3 ming. Ha, bor, texnik ravishda bu haqiqat, 3 ming topishadi. Lekin kim topyapti? Qanaqa bilimlari bilan? Faqat diplom bilan emas-ku, menejment diplom bilan. U yoqda masalan, siz bu yoqda Latviyaga kelganingizda, bu Yevropa davlatida biza 3-davlatdan kelib va masalan bitta til bilan kelib, biza 3 qadam orqadamiz. Chunki bu yerdagilar 3 ta til sohibi. Aynan Latviyani aytadigan bo'lsak, o'zini Latviya tili, undan tashqari rus tili egasi va ingliz tili. Biza qaysi tilni bilamiz shu yerdan? 3 tadan bittasini. I to u ham 5,5 cho'lalanib qolgan 5,5 yoki qanaqadir yo'l bilan olingan TOEFL. O'zinglar bilasizlar. O'shanga biza 3 qadam orqada bo'lib qolamiz. Nima uchun menejment yo'nalishida bitirgan sizni menejerlik lavozimiga olish kerak? Bitta til bilasiz, ayoqda latish turib 3 ta til bilganda. Anta latish turib latish tili bilsa, o'sha diplom bo'lsa, o'sha latishni olgan yaxshiroq emasmi? Mantiqan. Shuning uchun yo'nalishni to'g'ri tanlang. Xo'p, qanaqa yo'nalish? O'rtoqlar. Realni, masalan, men ko'plab ko'rganman. Yevropa davlatlarida qolib ketgan odamlar qaysi yo'nalishni bitirishgan va qaysi yo'nalishda ishlashyapti? Muhandislik, IT, sun'iy intellekt, injeneriya, injiniringga har xil yo'nalishlari. Civil engineering bor, noto'g'ri ifodalagan, pronounce qilgan bo'lsam yozib qo'yinglar. Civil engineering, sustainable engineering, artificial engineering bor, artificial intelligence bor, o'sha sun'iy intellekt, IT, computer science, mana shular. Lekin unaqa business, ekonomika, management to'g'risi millionlarcha odam bitiradi. Unaqa hozir bu kasb talabgor emas, to'g'risi. Talab qilinayotgan kasblar aniq fanlar va ularda o'qish haqiqatdan juda qiyin va oddiy biznes menejmentdan tabiiyki qimmat bo'ladi va faqatgina top universitetlarda bo'ladi. Top universitetlarda va u yoqda full time o'qish, ya'ni u yoqqa ko'p borish kerak darsga, ko'p tasklar beriladi, ko'p mashqlar beriladi, ko'p imtihonlar bo'ladi va butun 3 yillik diqqatingizni unga qaratishingiz kerak. Shuning uchun yo'nalish tanlayotganda boryapsam bo'ldi. Unda ko'pchilik talab menga so'raydi, 18 yoshli ayniqsa. Opa, mana shu biznesga topshirgandan keyin diplom bitirib qayerda ishlayman deyishadi. Men как будто diplom bitirib, men ular qayergadir ishga olib kirib qo'ymayman. Men qayerda ishlayman deb qo'yishadi. Qayerga ishlashga qurbing yetsa, qanaqa biliming bo'lsa, o'sha yerda ishlaysan. То есть menejmentni bitirib qayerda ishlamoqchisiz, o'zingiz o'ylang. Shunchaki mana Belgiyada yashaydigan belgiyalik qiz bilan gaplashganman. Belgiyadagilar Belgiya o'zini o'sha fransuz tilini bilishadi, ingliz tilini bilishadi va u yoqda Yevropa ittifoqi anaqasi, plus yana stajirovkalar o'tab tashashgan, tekinga ishlab tashashgan. Ya'ni biza siz menejmentni tugatgansiz va ingliz tilingiz 5,5 IELTS va mana shu yerda mayli belgiyalang qo'yib turinglar, mana bu yerda latish turibdi. Ingliz, latish, rus tili va uni ham diplom bor. Qaysini ko'proq ishga olishadi? Qaysi? Tabiiyki, o'zini lokal. Ya'ni yo'nalish tanlayotganda ham to'g'ri yo'nalish tanlang. Masalan, muhandislik, IT ga tanlasangiz, u ishlaga xalqaro kompaniyalarda yoki u ishlaga Yevropani o'zini tili shart emas bo'ladi. Shart bo'ladi qachonki siz qolib ketmoqchi bo'lsangiz, ana o'sha davlatda tilni o'rganish kerak va A2 yoki B1 darajada imtihon topshirish kerak ana o'shanda. Qolgan holatlarda mana shunaqa aniq fanlar, realni nimadir yaratib beruvchi sohada siz o'qib bitirsangiz, ish topishingiz ham va qolib ketishingiz ham nisbatan oson. Chunki 3-davlatdan kelgan ba'zi qora qosh, qora sochlar bilan gaplashganman. Bu aynan o'zbeklar emas, aynan hindlar ham emas, hindlar ham ancha ko'p, hindlar ham, masalan, даже xuddi o'sha UKda, xuddi o'sha UKda tanishim aytgan, hamma o'zbeklar faqat management biznesda o'qishni ham oxirigacha olib bora olmagan qimmatligi uchun va o'qish bitirgandan keyin ish topa oladi. Lekin ana hindlar, u anaqa o'sha Angliyadagi tanishim aytyapti, lekin o'sha hindlar hammasi ITda, injineringda, tibbiyotda hammasi qolib ketgan. Hammasi yaxshi ishlaydi, yaxshi uyda yashaydi, lekin o'zbeklar afsuski aksari, hammasini aytmayapman, aksari O'zbekistondan ketgan talabalar kuryer, servisda xizmat ko'rsatishda va ishchi. Ya'ni ofis ishlarida qolib ketganlar nisbatan kamroq boshqa davlat, 3-davlatdagilardan ko'ra.
Xuddi o'sha turkiyaliklardan ko'ra, xuddi o'sha deylik eronliklar, ozarbayjonliklardan ko'ra. Nimaga bizanikilar, nimaga muhandislikda, nimaga ITda, injineringda nimaga o'qimaydi? O'qisin, o'qisa qolib keta oladi, yaxshi oylik ola oladi, uydagilarni ta'minlay oladi, butun davlatlarni sayohat qila oladi, uylanib ayorini olib kela oladi. Chiroyli oilikda, ofislarda ishlay oladi. Nimaga bizani o'zbeklar, afsuski mana hozir jahlim chiqib ketyapti, chunki haqiqatan hamda bizani o'zbeklar borib olib sirazi kuryer qilib pul topsa, tez topiladi. Uzoqqa bormaysiz. Tezsiz, lekin shu uzoqqa bormaysiz. Necha yil kuryerlik qilasiz, necha yil dastavkada bo'lasiz, necha yil oshxonada ishlaysiz. Necha yil, keyin nima bo'ladi, keyin. Menga qancha talabalar 3 yildan beri shu yerdaman, opa, juda plan qilganlarim bo'lmadi, juda g'alati his qilyapman, hech nima o'zgarmadi deydi-da, oshxonada ishlab yuribdi. Oshxonada, menejmentda. Gap yo'nalishda ham emas. Gap boshidagi kelgan maqsadda kelsam bo'ldi, boryapsam bo'ldi, hammasi o'zgarib ketadi. O'sha mazza qilib yuribsanmi Latviyada, zo'rmi, mazzami Latviyada? Gapirsam gap ko'p. Demak, ikkinchisi yo'nalishni to'g'ri tanlang. O'qishmi, muhandislikmi, injineringmi, o'qing. Ya'ni bunaqa o'qishda o'qish kerak. Расходimni qoplayman desangiz, uyingizdagilar bu yoqqa поддержка qilib berish kerak. Support bo'lmasa, unda bunaqa yo'nalishda o'qiy olmaysiz, o'qib ishlay olmaysiz. Va mana shu haqiqat. Hech qaysi konsultantga sizga buni aytmaydi, yana bir marta aytyapman. Men talabalarni muhandislikda o'zi o'zbeklarni ko'rib mast ketyapman. Injineringda o'qiydigan talabalarni ko'p ishlamaydi. Ko'pi faqat o'qiydi. O'zi o'qish 3 yil, 4 yil. Ertuvdi masalan. Shu yo'nalish. 3 yil, 4 yil o'qisangiz, ishingizni topib ketasiz. ITda 3 yil, 4 yil bosib o'qing, ishingizni topib ketasiz. 3. Baho olish. O'zbekiston bilan solishtirmang. O'zbekistonda afsuski, men o'zim o'qigan paytimda, milliyda o'qiganman, yig'lab, siqtab, yig'lab, unaqa qilib baho olishardi. To'g'risi, men ham shunaqa kategoriyaga kirganman. Men ham zo'rg'a uchimni olardim. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda yig'i-sig'ingizga yoki bu yoqqa kelib olib, meni uyimda u kasal, bu kasal deyish o'tmaydi. Bu yerda hamma baravar. Agar sizni uyingizdagilar bunaqa holatda bo'lsa, unda o'zingiz davlatingizda o'qiganingiz ma'qul deyishadi. Bu yerda shunaqa, bu yerda keldingmi, demak o'qish kerak. Bu yerda yig'lab qoldim, qiynalib qoldim, anta ishga borib keluvdim, rasxodimni qoplash uchun o'tmaydi, yemaydi qo'pol qilib aytganda. Bu yerda har oy, masalan, aynan ertuvni oladigan bo'lsak, Top universitetda, agar Top universitetda, Top mentalida kirgan universitetda diplomini Yevropa bo'yicha kuchli diplom olaman deydigan bo'lsangiz, bu Top universitet, Riga texnik universiteti, University of Latvia, unda bu yoqda har oy examlar bo'ladi, har oy assignmentlar, har oy o'tilgan fanlaringiz bo'yicha imtihonlar va uni topshirishingiz kerak. Masalan, semestr oxirida sizga 1 ball yetmay qoldimi, o'tish balli. Unda o'sha fanni qaytadan o'qiysiz. Tekinga emas, 500 euro to'laysiz. O'sha fanni, bitta fanni o'ziga 500 euro to'laysiz, sizga teacher fan. Bu pora emas. Bu siz o'sha fanni o'tolmaganingiz uchun sizga qayta qo'yib berishganligi uchun. Siz pul to'lab qayta o'qiysiz. Yana xuddi shunaqa qiynalib imtihon topshirasiz. Shuning uchun boshidan miyani taxlab, to'g'irlab kelish kerak, tayyor bo'lib kelish kerak. Men o'qiyman, o'ta 9 dan soat 8 dan 7 gacha dars bo'ladi. Har oy examlar bo'ladi, har oy imtihonlar bo'ladi. 1 ball yetmasa, men na grant, na Erasmus xayol qila olmayman. Naborot 1 ball yetmay qolib, o'tmay qolsangiz, demak pul to'lab qayta o'qiysiz degani. Bu yoqda demak shunaqa baho olish sistemasi Yevropada shunaqa. Va bu tag'in ertuvda. Siz tasavvur qiling, Germaniyada, Skandinaviya davlatlarida bundan-da, Norvegiyada, masalan, Finlyandiyada bundan-da og'irroq va qattiqroq darslarga borish kerak. Bugun bormasam bo'ladi, keyin anta plus qo'yib kurator, Klasskom, Starosta jurnalga. Unaqa narsa yo'q. Bu yerda kelganingizda chiplar bilan kirasiz. Keldi-ketdingiz chiplar bilan. Ya'ni qanchadir foiz kelmasangiz, уже umuman ekzamenga sizga kiritilmaysiz va o'sha fan yopilmagan bo'ladi. Yana 500 euro расход degani bitta fanga. Qancha fan ko'p ball bersa, shuncha qimmatroq bo'ladi qayta o'qishini. Qancha fan kamroq ball bersa, shuncha sal nisbatan arzonroq bo'ladi. Va bunga siz tayyor bo'lib kelishingiz kerak va bu juda muhim faktor bu. Esa eng ko'p qilinadigan o'zbeklarni achchiq haqiqati, Latviya Yevropaga kelishdan oldin bu ketayotgan davlatingizni minimal
oyliklarini o'rganmasligingiz. Borsam topib olaman, borsam rasxodlarimni qoplayman. Siz qaysi universitetga kelyapsiz? Necha soat ishlashga ruxsat berilgan? Nimalarga qurbingiz yetadi? O'zbekistonda nimalar qilgansiz? Nimalar qila olasiz? Hammasini o'lchashingiz kerak. Siz o'zingiz haqingizda o'zingiz ko'proq bilasiz. A, Bu davlat haqida oyliklar qancha, minimal oylik qancha? Bu davlatda Latviyada minimal oylik masalan 780 yevro. Siz o'rganishingiz kerak. Qancha rasxod bo'ladi bir oyda? Talaba qancha rasxod qiladi? Qanchaga yashaydi? Nima qilsa ko'payib ketadi rasxodlar, nima qilsa kamayadi? Qanaqa qilib topsa bo'ladi? Qaysi paytda darslar? Barchasini bilishingiz kerak. Va tabiiyki, men bu yoqda o'zim 55 ta talaba jo'natganimdan keyin qaysi universitetda qanaqa darslar bo'ladi, ketma-ketligi, chastotasi degan narsa bor. Ularni hammasini men konsultatsiyada talabalarimga hammasini tushuntiraman. Hammasini aytaman va biz shunga qarab universitetni ham tanlaymiz. Masalan, bu yoqda menejerlar oylik 2000 yevro olar ekan, sotuv menejerlari 3000 yevro, 2,5 olar ekan. Shunaqa topib olaman deb kelish bu xato. O'sha menejer shunaqa 2000 olish uchun, 2,5 olish uchun nimalar, qanaqa bilimlarga ega, haftasida necha soat ishlayapti, nima tillarni biladi, qancha tajribasi bor va o'sha ish topish uchun qancha tajribasi bo'lgan va qanchada topdi. Mana shu faktorlarga ham ahamiyat berish kerak. Va faqat ingliz tili bilan ofisda ish topib keta olasizmi? Faqat ingliz tili bilan qayerda ish topib keta olasiz yoki faqat ingliz tili bilan o'sha oshxonada ish topib keta olasizmi? Bu juda ham muhim. Juda muhim narsa. Ha, tabiiyki, kuryerlikda doim ish topasiz. Lekin kuryerlik degani bu -10 darajada velosipedda kuryerlik qilish, qorda. Siz kasal bo'lsangiz, sizga qaraydigan odam yo'q. Velosipedda, e-bike'da farqi yo'q. Xuddi o'sha mashinada ham qishda juda xavfli. Sovuqqa tashqari chiqishingiz kerak. Lekin kuryerlik bo'lib qachongacha kuryerlik qilasiz? Qachongacha? Shu narsa bor. Agar ofis ishida ishlayman desangiz, siz faqat 20 soat ishlay olasiz bakalavr bo'lib, lekin magistratura bo'lib, men magistraturadaman, 40 soat haftasiga ishlay olasiz. Bilasizlarmi, bizani turk arkadaşlarimiz desak to'g'ri bo'ladi, turkiyalik opalarimiz, akalarimiz, turkiyaliklar ancha reytingini ko'taryapti. Chunki bilasizlarmi, ular qo'shimcha til o'rganadi. Masalan, faqat ingliz tili bilan cheklanmasdan bitta qizni ko'rganman, aytgan. U ishchi viza bilan, ishchi VNJ ID karta bilan Latviyada yashardi. U aytgan, yaxshiyam datskiy Daniya tili, o'sha datskiy tilni o'rganibman. Hozir shu til meni qutqaryapti degan. Hozir shu ish bilan men pul topyapman va hozir shu ish bilan men Latviyada yashayapman. Latish tilini bilmayman, rus tilini bilmayman. Menda faqat ingliz tili va Deutsch, o'sha Daniya tili, datskiy Daniya. Hozir shu ikkita til bilan men ishlayman. U nima ishda ishlaysan deganman. Turk qiz, men bu yoqda Latviyada customer support managerman. O'sha Daniyadagi klientlarga men aloqada bo'lib tushuntiraman holatlarni. Aynan esimda yo'q qaysi sektorda anaqada, lekin ishi til bilan gaplashish bilan daniyaliklar bilan aloqador. Ya'ni bo'ldi, ingliz tili o'rgandim, bo'ldi, ingliz tili 5,5 IELTS'im bor, bo'ldi, bani уже hozir managementni bitirsam, business economyni bitirsam yoki entrepreneurship and managementni bitirsam, bo'ldi, men o'qish bitirib, Yevropa diplom bor, любой joy meni oladi degan kattakon xatoda, yanglishda. Mana turchanka datskiy tilni biladi, angliyskiy biladi. Рабочий viza qilib berishgan. Latish o'zi mahalliy aholini o'zi 3 ta til biladi. 3 ta til. Fransuzlarni o'zi ingliz, fransuz, yana Germaniya yoki nemis tilini o'rganishadi qo'shimchasiga. Bizanikilar diplom va IELTS 5,5 dan tashqari o'rtoqlar nimani o'rganyapsizlar yana 3 yil ichida? Nimani? Na mahalliy til, na latish tili. Hop, menejmentni o'qiyapsizmi? Demak, unda yana qanaqadir til o'rganing, tillarga ixtisoslashing. Nemis tili Yevropada ko'ring, veb-saytlarga kirsangiz, ish saytlariga italyan tili, ispan tili, Norvegiya tili, norveg tili, finskiy, Finlyandiya tilini bilgan, nemis tili bilganlarga ish bor, doim ish bor. Работа с финским языком, с итальянским tarjima qilsangiz sayt rus tiliga, ingliz tiliga, o'sha Yevropa tilidan chiqib keladi. Tilga oid juda ko'plab vakansiyalar va o'sha davlatga siz ko'chib keta olasiz. Latviyada o'qishni bitirib,
o'sha ish qaysi davlatda bo'lsa, o'sha davlatga ko'chib ketib yashay olasiz. Shuning uchun til o'rganishga ochiq bo'ling. Men nima degandim? Ketayotgan davlatingiz minimal oyligiga kirib ketdi bu narsa tilla ham. Xo'p, endi 5-si xorij tilini bilmasangiz, vaqtingizni ketkazib o'tirmang. Agar ingliz tili speakingiz past bo'lsa, top universitetga kelib, vaqtingizni kelib o'tirmang. Chunki baribir отчисление tushasiz. Baribir. Chunki bu yoqqa ko'plab kelgan talablar hech til bilmas ekanman deyishadi. Ingliz tili o'rganmagan ekanman deyishadi. Speakingi bilan kelibdi. Слабый 5,5 o'zi speakingiz past bo'lsa, listening past bo'lsa, unda qiynalasiz o'qishda. Chunki bu yoqda chiqib prezentatsiyalar qilish kerak, chiqib gapirib berish kerak, aktiv bo'lish kerak. Va boya aytganimdek, agar fanni yopa olmasangiz, siz отчисление bo'lasiz. Отчисление bo'lgani degani, bu degani ID karta, viza отказ bo'lib O'zbekistonga qaytasiz degani. Va haqiqatdan ham отчисление bo'lib O'zbekistonga qaytgan talabalar bor. Hech qaysi talaba mana men отчисление bo'ldim, qaranglar deb Instagramdagi videolarga chiqarmaydi va siz ular haqida bila olmaysiz. Lekin bu haqiqatlar. Bu narsani bilishingiz kerak. Kelishingizdan oldin tilingizni, speakingizni ko'tarib keling. Borsam o'rganib olaman degan narsa yo'q. Kelganingizdan keyin sizda уже boshqa tashvishlar boshlanadi. ID karta, dokument qilish, bu ovqat qilish elementarni kuniga o'zingiz qilishingiz kerak har kuni. Bozorlik qilib kelish, ovqat qilish, kommunalka to'lash, yana darslar qilish, o'qishga borish, transport vaqtini qarash, проездной olish, juda tashvishlaringiz ko'p. Siz alohida yana ingliz tilini ko'tarishga vaqtingiz yo'q. Sal уже joyiga tushib oldimi, hayotingiz joyiga tushdimi, yangi narsa o'rganishni boshlang. Xo'p, ITda o'qimayapsizmi, menejmentda o'qiyapsizmi? Boya aytganimdek, til o'rganing, qanaqadir yoniga qo'shimcha kasb o'rganingki, mahalliy yoki yevropaliklar oldi 5 qadam orqada bo'lmasligi uchun birga turganda. O'zbekchani qanchalik B2 darajada bilsangiz, imlo xatosi yozsangiz, siz o'qishga kelganingizda ingliz tilini xuddi shunaqa bilishingiz kerak. Ya'ni B2 darajada sharallatishingiz kerak. O'zbek tilini qanaqa bilsangiz, demak ingliz tilini shunaqa darajada bilishingiz kerak. Shunaqa. Va bu yerda o'qish, ya'ni Latviyada o'qish bu moddiy, ma'naviy va Yevropa standartlariga O'zbekistondan qaraganda yuqori. Ya'ni bu yoqda xavfsiz yashash. Bu yoqda hamma joyda yashil joylar. Bundan oldin videoda aytganimdek. Lekin to'g'ri plan bilan kelsangiz, boshida planingizni to'g'rilab qo'ysangiz, unda hayotingizni olib ketishingiz, moslashishingiz va bu yoqda Yevropada qolib ketish plan bo'lsa, Yevropada qolib ketishingiz ancha silliq o'tadi. Boshidan to'g'ri plan qilib, mana shu tilni o'rganaman, mana shularni qilaman, hammasini miyangizga joylab kelsangiz va tabiiyki o'shalarni qilsangiz. Ko'plab talabalar O'zbekistondan kelgan, Latviyaga kelgan talabalar planni qilmaydi. Latviyaga kelsa hammasi o'zi shundoq o'zgarib qoladi, zo'rib ketadi bo'lishadi, lekin hech qanaqa plan qilmaydi. Prosta takka kelishadi. Va oxiri hech nima o'zgarmadi, menga yoqmadi Latviya, bo'lmaydi Latviya deyshadi. Xuddi o'sha Latviyada yashayotgan odam 2000-3000 topib sayohatli qilib yuribdi ofisda ishlab. Va xuddi o'sha kelgan odam faqat 6 yildan beri kuryerlik qilib yuribdi. Endi bu gapni kim aytdi? Nima qilib qo'ydi etish uchun, nimalarga harakat qildi? Boshida kelayotganda plani qanaqa edi va o'sha planni qilish uchun nimalar qildi? O'shalarni ham o'rganish kerak. Ya'ni kimni eshitishdan oldin, qaror qilishdan oldin aniq-tiniq o'zingizning maqsadlaringizni qo'yib oling. Eshitishga eshiting, lekin qarori baribir o'zingiz chiqaring. O'zingiz chiqaring va bu juda ham muhim. To'g'ri plan bilan kelsangiz, hayotingiz to'g'ri keladi. Agar noto'g'ri plan bilan kelsangiz, O'zbekistonga qaytib ketasiz. Yevropani shu 3-4 yil ichida 10-15 ta davlatini aylanib, tur qilib, 15 ta davlatni aylanib O'zbekistonga qaytib ketasiz. Agar noto'g'ri plan bilan kelsangiz, hech nima o'zgarmadi, Yevropani ko'rdim deb. To'g'ri plan bilan kelsangiz, xuddi shunaqa qolib ketib, oila a'zolaringizni mehmonlarga chaqirib, turmush o'rtog'ingizni masalan uylansangiz, uni chaqirib, shu yoqda oila qurib bemalashsiz. Chunki haqiqatan ham Latviya Yevropa standartlariga kirgan. Va bu yoqda uy olish qiyin emas. Qolib ketish masalalari. Undan tashqari ish topish ham qiyin emas, agar sizda o'sha narsa ofislarda skillslaringiz bo'lsa, til, kasbingiz bo'lsa. Agar hayotingizni men bilan birgalikda to'g'ri plan qilishni xohlasangiz, to'g'ri universitet, to'g'ri yo'nalish tanlash va to'g'ri
yumshoq moslashishni xohlasangiz Latviyaga kelganingizda kutib olish, kelganingizda birgalikda ID karta va kerakli maslahatlar, qayerdan qanaqa ishga qarasa bo'ladi, grant, stipendiyalar qayerdan topshirsa bo'ladi, to'g'ri kruglarga kirish, to'g'ri joylarga qarash va to'g'ri yo'nalishda ketishni xohlasangiz o'rtoqlar, ChatGPT yodlanmagan so'zlar emas. O'zi Latviyaga chiqmasdan, Yevropaga chiqmasdan bitta ofisda o'tirib, sizga yodlangan so'zlarni gapirib aytib beradigan odam bilan ishlashni xohlamasangiz, unda o'rtoqlar opisaniyada va kommentariyda o'zimni Telegramni tashlab qo'ydim. Telegram yozib qo'yganman. Telegramga bog'laning. Deadline'lar demak, kuzgi semestrga birgalikda topshirish uchun Latviyaga 15-iyulgacha. Bahorgi semestrlar ham ochiq bo'ladi. Bahorgi semestrlar o'rtacha 15-oktyabrgacha. Latviyada ko'rishguncha va Latviya Litvaga birgalikda topshirish uchun kommentariyda savollaringizni qoldiring. Oxirigacha videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Aloqada bo'lamiz. Xayr-xayr.